Hop, assalomu alaykum. Goldmoney kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Hop, kecha Polpik haqida video qo'ygan edim. Hop, shu videoni hozir ko'rasizlar. Hop. Assalomu alaykum. Ko'rgan bo'lsanglar, bunda qanaqa ishlash kerakligi aytgandim. Hop. Bir do'stimiz 1.39 taktikasini ko'rsatib o'ting deb yozgan ekanlar. Hop, 1.39 taktikani hop. Albatta ko'rsatib o'tamiz ichidagini va qanaqa o'ynash kerakligini. Buning uchun saytga kiramiz. Kecha aytgancha do'stlar, kecha men 150 bor edi, uni 300 ga chiqardim. Ko'rgan bo'lsanglar agar, men silverda edim, mana hali ham silverdaman. Lekin aytdagi foiz, ya'ni hozir 95 bo'lsa, kecha 30 midagi 50 mi shunaqa edi. Adashmasam. Keyin men 150 dan 300 ga chiqardim, 300 dan 0 ga tushib qoldim. Nimaga? Sabab nafsimni tiya olmadim, azart yonib qoldi. Va o'yinni vaqtida to'xtatmasdan bir kunda 5-6, даже 10 martagacha o'ynadim. Endi har soatda emas, har 1,5-2 soatda vaqt o'tkazib o'ynasanglar bo'ladi, no. Nafsi sal tiyish kerak ekan. Amansi 150 ni 300 ga chiqardim, nafsi tiya olmay qoldim. 300 ni 400 qilaman degan edim. Keyin yeb qo'ydim. 0 ga tushgandan keyin boshqatdan yana sarboya kiritishga to'g'ri keldi. Xarajatsiz harakat 0 ga teng. Mayli, achimimiz 81 tanga olgan edim. Hozir 130 ta qilib oldim. Hop, buni oldin chiqarganlarimni ham 10 ta, 15 ta tanga chiqargandim. Uni ham yig'ib turib yana joyiga tashladim. Hop. Hop, nima qilamiz? Hozir ko'rishinglar mumkin, bonus shuncha berilgan. Nimaga? Men o'yin o'ynaganim uchun. Ya'ni dice любой o'yin. Mana bu yerda o'yin bo'limida shu internet sal xato debsizlar. Hop, men dice o'ynadim men bu birinchisidagi. Hop, 1.39 koeffitsiyentligini ko'rsating deganlar uchun mana ko'rishinglar mumkin hozir. Turildi. Tak. 1.39 qilamiz. Sizlarga maslahatim vaqtida to'xtatinglar. Men endi 130 bo'lgani uchun men bu yoqqa bir qo'yib o'ynayman. 0.1 adashib qo'ymaydi. Bu 100 ming degan. Yo'q, 100 million deganim shunaqa. 0.100 million. Hop, mana. Strategiyani ko'rib olaylik. Mana 1.39 koeffitsiyent. Rasmga olsanglar bo'ladi, screenshot qilib olsanglar o'zingizga yaxshi. Hop. Har biri deyilgani bu nokirsanglar har biri turibdi mana. Har biri bittadan mag'lubiyat, ya'ni har bitta yutqazganida tikish miqdorini oshirish. Ya'ni 400%. Mana. Tikish miqdorini oshirish. Undan keyin ikkinchi shart, ya'ni ikkinchi anaqasi har biri bitta g'alaba tikish miqdorini ortga qaytarish. Adashmasam ortga qaytarish, ya'ni qayta o'rnatish. Ya'ni boshqatdan o'qish. Hop, uchinchisi har biri 10 ta yutqazganda, ya'ni 10 ta mag'lubiyatlar tikish miqdorini to'xtatish. Chunki bilib bo'lmaydi, даже vaqt kelsa 15 tagacha ham minusga tiqib qolgan joyi keladi o'lsa. Nechtadirdan keyin misol 500 ta aylantirishdan keyin yoki 500 taga yetmasdan. Bu men hisobini aytolmayman, chunki har anaqasida o'ynab turadi. Hop, mag'lubiyat, ya'ni yutqazish, joyiga qaytarish va oxirgisi har biri 50 ta, ya'ni 50 ta bo'lgandan keyin almashish, ya'ni 50 marta tikilgandan keyin katta yoki kichigiga o'tkazish. Katta yoki kichigiga o'tkazish. 50 ta. Xohlasanglar 100 ta qilinglar, xohlasanglar 10 ta qilinglar, xohlasanglar 20 ta, xohlasanglar 30 ta, 50 ta qilinglar.
Men endi 50 ta qilganman. Oxirida strategiyani saqlash kerakda. Вот и все. Keyin tanlaysizlar. Nomini yozasizlar birinchi o'chirtda. Nom yozish esinglardan chiqmasin. Mana bu yerda nomini yozinglar birinchi o'chirtda. Xo'p, mana 1:39 ham keldik. Xo'p, ozgina o'ynaymiz va to'xtatamiz. Ketdi. Men kecha yangi taktika o'ylab topib, o'shani ustida ishlayotgandim, lekin minusga kirib ketdim nafs balosi bilan. O'sha 1:39 ga ishlayapmiz. Ish beryapti. Misol kirdinglarmi? 5 minut yoki 10 minut o'ynaylik, chiqib ketdik. Kerakli miqdori, misol sizlarda 100 ta tanga bormi? 100 ta tangalarni misol 10 ta ko'paytiraylik, 5 ta ko'paytiraylik. Mana shunaqa o'ynab, kam-kam tikib. Shunda erishasizlar. Mana o'sha 6 ta tanga. Tak, 6 ta tanga yutdik. Ham kirib ketib qo'yayman. O'sha minusga kirdik talagi. Ustiga chiqazdik. Xo'p, mayli. Xo'p, men buni hozir 10 ta qilaman, to'xtataman. Bo'ldi, shu bilan kecha yutqazganlarni hammasini chiqarib olishim kerak. Lekin unga vaqt ketadi. Bugun emas, endi bir hafta ichida ko'tarib olishim kerak hammasini. Eng yaxshisi sarmoya bilan. Sarmoya siz o'ynasada bo'ladi-yu, juda ham ko'p vaqt ketadi, lekin sarmoya bir kiritsa bu lekin arzon turadi. Bu narsa Binance ishlasanglar yoki o'shanga o'xshagan narsalarda ishlasanglar sotib olsanglar bo'ladi. Kim agar Binance yaxshi tushunsa sotib olsanglar bo'ladi. Bu da arzonroq. Tak, 8 9 yarim. Davay, 10 gacha to'xtatamiz. O'nta bo'ldi. To'xtatamiz. Bo'ldi. To'xtat. Bitta bos qo'yamiz. Mayli. Yana bitta. Voy. Yutqazmasak bo'ldi. Bo'ldi. Joyiga tushdi. Yana bitta. Tak. Yana bitta. Malades. Mana. Короче, mana ko'rishinglar mumkin. Minus. Короче. Xo'p. Boshiga o'tagan bo'lsak, o'zi 38%. Bu o'zim ochganimga hali ko'p ham bo'lmadi buni. 4 kun yoki 5 kun. 5 kun bo'ladi lekin 4 kun bo'ldi. Bugungi kun bilan 4 kun. O'sha silverdaman. Yana 2% qilsam goldga o'taman. Keyin maqsad golddan keyin platinumdan keyin diamond va master. Lekin eng oxirigacha borishim kerak. Agar sizlar misol 1000 gacha mingta tanga bilan yoki eng kami 100 ta yoki 200 ta 300 ta bilan kirsanglar oson hozir bundan ro'yxatdan o'tib testini qilsangiz zo'r beradi lekin har doimgidek nafs qilib bo'lmaydi. Bir kunda bir marta kiraylik, 2 marta kiraylik. Mana shunaqa o'ynab chiqib ketaylik. Tak. Mana ham o'zgardi. Bonus. Ya'ni 100 ta bo'ldi. Sayt manzilini
kommentariyada qoldiraman. Kimga qiziq bo'lsa bemalol o'tib o'ynashga mumkin. Sarmoyasiz, xohlasangiz sarmoya bilan. Men endi sarmoya kiritdim, lekin sarmoyasiz bo'lmaydi. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar.